Garchi biz erkaklar to'g'ri yo'l qolib, gohida qing'irroq yo'ldan yuramiz. Iymondan chiqsak-da iymoni butun o'zbek ayollariga, siz ayollarga ta'zim qilamiz. Sog' bo'ling. Mosh dunyosi bo'lmasa ham qancha noni bo'lsin yigitning. Ko'rganida ko'z kuladigan, quchganida qo'l kuyadigan, diydoriga ko'z to'yadigan, yelkasidan suv quyadigan yori joni bo'lsin yigitning. Asay bo'lsin. Hozir ko'ramiz-da. Qarang. Qarsak so'ramaymiz. Kelishib olaylik. Nima so'raysiz? O'zlari chalsin, chalmasa ham chalsin. Chalmasa qistirib ketsin deb boqsiz sizdan hozir. Yo'q, nimaga? 3-4 ta ulfatlar yig'ilib olsak, shaytonni suvdan ichib olamiz. Qiyshayib kelsak-da jilmayib kutgan bolalarni onasiga qoyil qolamiz. Siz ayollarga ta'zim qilamiz. Siz yaxshi ekansiz. Bitta she'rni bo'lib aytyapsiz. Men har gal boshqa yangi mavzudan boshlayapman. G'irron, to'g'rimi? G'irron-ku. Bitta she'rni bo'lib aytyaptilar. Men har gal yangi she'r aytyapman. Yangi aytaman. Yig'lasiga aytmang, endi to'xtang. Endi men aytaman, siz eshitasiz. Eshitaman. Yig'lasangiz yig'lang, xushyor sergak uchun. Ne bir yaxshi yomon kunda tirgak uchun. Opam, singlim, ko'z yosh to'kmang sira ayolga baxt bera olmagan erkak uchun. Ko'z yosh to'kmang sira ayolga baxt bera olmagan erkak uchun. Erkaklar bo'lmasa aytilmas azon. Erkaklar bo'lmasa qaynamas qozon. Erkaklar bo'lmasa mo'ylov qaydadir. Erkaklar bo'lmasa kuyov qaydadir. Erkaklar bo'lmasa shapaloq qayda. Erkaklar bo'lmasa chaqaloq qayda. Dunyo turguncha tursin erkaklar, doim hurmatda, izzatda, qarsakda yursin erkaklar. To'ldirishmi? Menga qarang. Yo'q, keling, men ishtixona mana shu joyda. Oqdaryoliklar. Oqdaryoliklar. Mana shu joyda chiroyli bir taassurotda ketishim kerak. Xuddi erkaklar, biz erkaklarimiz, ana, va so'rab oldingiz-da shuni ham mana. Oling, barakasini bersin. Ko'rdingiz, bizni qizg'onmaymiz. Uyat bo'ladi. Ayo, eshiting endi. Eshityapman. Qarang, uyat bo'ladi. Bu kishiniki. Bu taraf bu kishiniki. Nimaga bu kishiga ko'proq menga kamroq? Bir xil bo'lsa, tarozi bir xil bo'lsa. Anaqa cho'nchagimiz adashib ketibdimi deymanda. Beraman. Bo'ldi. Endi qarang, siz 8 qator aytyapsiz. Men 4 qatorda masalasini hal qilaman. Men unaqa cho'zib, erkaklar, biz deb men 4 qator aytaman. Ana shu joyda to'xtang, gapimni bo'lmayman. Siz she'r aytayotganingizda bo'lganim yo'q. Ayol zoti mo'jiza tilsim, qovurg'adan yaralgani chin. To'g'rilamoq, tuzatmoq bekor, uni faqat silamoq mumkin. Ana shu. Chalmaylar. Chalishmayapti, shundoq ham. Bular chunki ayollar chalmaydi. Eshitingda, endi sin osmonga, ko'zi kulib boqsin zamonga, qo'lin dadil uzatsin nonga. Hayot bo'lsa kimning onasi? Go'zal taqdir peshonasi bor. Tillo to'la koshonasi bor. Makka tillo ostonasi bor. Hayot bo'lsa kimning onasi? Kamon uchsa yoyi o'shadir. Osmon kulsa oyi o'shadir. Odamlarning boyi o'shadir. Hayot bo'lsa kimning onasi? Hayot bo'lsa kimning onasi? Qo'llarida tutib yashasin, boshlarida tutib yashasin. Xizmatiga shoshib yashasin. Hayot bo'lsa kimning onasi? Mayli meni qiynasin hayot. Qiynog'iga bardosh beraman. Lek onamni qilgan ehtiyot, men onamni yaxshi ko'raman. Ozor cheksam kuyingan onam,
Quvonchimga suyingan onam, mo'nizginam mening yagonam. Men onamni yaxshi ko'raman. Shu davrda bittagina bo'lsa ham onasini yaxshi ko'radigan insonlar bor. Otasini ham yaxshi ko'radigan. Qaynonachi, qaynonasini ham yaxshi ko'radiganlar bormi? Bugun bu to'yda yaxshi juftlik bor. Tandem yaxshi. Birlari qiziqchi, birlari lirik, ya'ni she'riyat, adabiyotdan keladigan. Demak, sizni har qanaqasiga zeriktirmaymiz.